Assalomu alaykum obunachilar, sog' salomat yuribmisizlar. Bugungi videoligimiz yana shu aboya boshlangan bu ishimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani Kalilin kolxozida klientimizning orqa joyini ham toza joyini ham ishlab berdik. Endi bu joy ham kapitalni remont etib berdik. Avvalgi malyarkileri alıp üstünden zamonaviy aboy, natijnoy ishlab. Hazır kraski urulgan ekan. Video davomında görüp boraverasizlar. Yan tarafları tushirdik. Hazır kraski urulgan endi o'tib bo'lmayacak. Aboying baholarını aytib o'tib ketadigan bo'lsak, 2 marta shpakolotga tortiladi, mushlar pravilaga alınadi. 40 ming so'm. 40 ming so'mning ichine pastki plyontusi shuning ichine giradi. Pol kraski şunun içine giredi. Yukarıki plüntusu lakin eddenli bo'ladi. Metri 5000 so'mdan. Bunun özünün menati var. Urup altın svet urup beriladi. Metri 5000 so'm. Ekranda telefon nömrələri duradi. Bemalol telefon etaverasizlar. Kim aboy ishlataman deb bilgan bo'lsa videoroliki jo'natib qo'yamiz. Natijnoy xizmatlari ham bor. Hammasi kelishilgan narxda. Burni aboylara qaranglar, bular pospurni bo'lsa sindi bular. Oh, nishatding. Ketdi qadimgiliklar. Kapitalni remont qilib berdi. Hammalar. Qaralji shpoklovlar keldi. Joramex rotbundlar kelib turibdi. Telefonni kapitalni remont etamiz. Instrumentlar gelib turibdi. Boshlandi. Bizlar remont. Yoqlar ham bo'ladi, bellar ham bo'ladi. Bitgandan keyin yana video so'ngib ketamiz. Natijnoya tayyorgarlik ketib yotdi. Bagetlarni qatirib yotdilar. Natijnoy bilmaydi Allah uchun ish yerine girib turadi. Biladi Allah, biladi buni. Shundan bageti bo'ladi. Qadimki patologlar qolib, hozir hovuzning ishlari natijnoy bo'ladi. Lyustrasadan yeri hovuzning ichi bo'ladi bu. 4 muşu da qiladigan joyda keyin o'rtalayına. Fonni strechi var bunun. Streçlerinden alıp bitgandan keyin yana bir video so'ngib ketamiz. Bu yoqlar ham ko'rsatib beraylik. Bu yoqlar ham bityapti. Bu joyning aboylari bitgan. Peshlar ham, kafelar ham, polam. Bu joy ham bitgan. Aboylar hammasi mo'sh aboylar bular. Viver kraski. Son 2 dakikalar yine son 2 tarafı